Qadrli qashqadaryoliklar, aziz mahalladoshlar, men Botir Rahimov barchangizni 15-yanvardan boshlangan aholini ro'yxatga olish tadbirida faol ishtirok etishga chaqiraman. Chunki bu tadbir nihoyatda muhim tadbir bo'lib, respublikamizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy jihatdan eng olis hududlarni qamrab olgan holda kompleks rivojlantirish uchun juda katta bir omil hisoblanadi. Shuning bu ayniqsa eng olis qishloqlarimiz, chekka qishloqlarda yangiliklar olib keladi bu tadbir. Shuning uchun hammalaringizni mana shu tadbirda vahimizni kelajak istiqboli uchun mas'uliyat bilan ro'yxatdan o'tkazishga chaqirib qolaman. O'zim mana shu tadbirda ishtirok etib, ro'yxatdan o'tdim. Shuning uchun hammalaringizni mana shu tadbirda faol ishtirok etishlaringizni chaqirib qolaman.